Assalomu alaykum do'stlar, kanalga xush kelibsiz. Podpischilarning talabiga binoan bugun telefonni televizorga ulab ko'rsatib o'tmoqchiman. Qaranglar do'stlar. Premier televizor bu. Mana bunaqa приложение bor. Premier televizoriga qaranglar mana. Xuddi ana shunday приложение o'zida bor. Plus bo'lmasaga pluschani bosasiz. Bosgandan keyin mana bu yerga chiqadi mana bu приложение. Ana shuni bitta bosgandan keyin bu yerda mana bu yerda установка bo'ladi. Mana endi qaranglar. Bu telefon Redmi bu. Ana endi bu programmaga kiramiz. Shunga e'tibor beringlar, telefon bilan nima televizor bitta Wi-Fi ga bo'lish kerak, bitta setga bo'lish kerak. Qarang. Mana bu yerda hozir qidiryapti bu. Telefonda mana translyatsiya degan nimasi bor. Toshkada tutmas. Translyatsiyani bitta bosasiz. Bu yerda hozir qo'shiladi. Mana bunday chiqadi. Smart TV. Bu yerda yozdi mana. Telefonda любой narsa ko'rsangiz bo'ladi. Xohlasangiz Telegramga kirasiz. Xohlasangiz kamera, o'yinlar, Instagram, YouTube ga kiramiz endi. YouTube. YouTube'dan любой narsa ko'rsangiz bo'ladi. Bemalol ko'rasiz do'stlar.